Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli jamoat, xayrli, nurli, barakatlik, savoblik, ibodatlik tong. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda kullu mavludin yuladu ala al-fitra dedilar. Har bir tug'ilgan go'dak, farzand, chaqaloq, jiji, imirqay, yosh bola tug'ilganda fitratda tug'iladi dedilar. Toza, oppoq mana shu qorda singari oppoq bo'lib tug'iladiganda, oq qog'oz. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Ota-onasi uni Yahudi, Nasroniy, Majusi yana bir ahvolga solib qo'yadi degan ma'noda hadis aytdilar-da. Bolalarimiz o'zgarib ketdi deyapti ko'pchilik. Bolalarimiz bir ahvolga tushyapti deyapti. Oppoq qog'oz. Bolani o'zgartirishga eng katta sabab ota-ona. Yaxshi tarafga ham, yomon tarafga ham. Telefonlarni bersak yoki bir tarbiyasini bermasak yoki o'zgarish tarafga qarab tarbiya berib qo'ysak. Fa abawahu, ota-onasi yuhawwidanihi, nafaqat o'zgarishga, yahudiy darajasiga olib borib qo'yadi deyapti. Aw yunassironihi, nasroniy bo'lib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Aw yumajjisanihi, majusiy bo'lishgacha olib boriladi deyapti. Oq qog'oz nimani ko'rsatsa, nimani qilsa, nimani o'rgatsa, shuni qaytarib hayotda o'zingizga ijro qilib beradi. Bola tarbiyasiga bee'tibor bo'lmaylik, hurmatli jamoat. Bola tarbiyasiga bee'tibor bo'lmaylik. Chiroyli tarbiya qilaylik. Oxirgi paytda eng ko'p shikoyat bolalardan, o'g'ildan, qizdan, nevaradan deganday. Buni esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir necha hadislarda aytdilar. Shulardan biri insonni top-toza, chiroyli, yaxshi bo'lib tug'ilishi. Ota-onasi esa uni har xil ko'ylarga tushib ketishiga sababchi bo'lishi. Avval duo, keyin tarbiya. Farzandlarimizni, zurriyotlarimizni Alloh taolo solihlardan qilsin.